Qarang, inson qilayotgan ishini agar niyatini to'g'rilab olsa, o'sha qilayotgan ishi, sarflayotgan mablag'i har bir ibodat deb yoziladi. Nomai amal kitobiga bu banda ibodat qilyapti degan savob yoziladi. Shuning uchun birinchi bo'lib biz niyatimizni to'g'ri qilishimiz kerak. Ko'chaga ertalab chiqib ketyapmiz. Allohning ismini aytib, oila, nafaqa meni zimmamdagi burch. Ey Robbim, seni isming bilan men oilamni halol, pokiza luqma ta'minotini qilay, kasb kor qilay deb Allohning ismi bilan Allohdan yaxshi niyat qilib chiqib ketsa, u banda to uyiga qaytib kelguncha bosgan har bir qadami ibodat qilyapti deb yoziladi. Agar shu holatda dunyodan o'tsa, farishtalar u bandani ibodat qilayotgan holatda dunyodan o'tdi deb yozadi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom mu'minni qiladigan amalidan niyati afzal dedilar. Niyat qiladigan amalimizdan ustun turar ekan. Alloh subhanahu va taolo erta qiyomat kunida bir bandani oldiga nomai amallari olib kelib, savoblari katta tog'dan ulkan savob ajrlar ro'para qilinsa, banda hayratda qolar ekan, Robbim men bu amallarni qilmaganman-ku desa, Alloh subhanahu va taolo ey bandam, dunyoda to'g'ri bu amallarni qilmagan eding, lekin qalbingda shuni o'ylab niyat qilgan eding. Robbim qodir qilsang shu ishni qilaman degan eding. Mana shu qo'shnim to'y qila olmayapti, kambag'al, faqir, miskin. To'yini qilib beraman, qarzi bor, shu qarzni uzib beraman. Qodir qilsang masjid quraman, qodir qilsang madrasa quraman, qodir qilsang ana bu joyda yetim faqirlarga uy qurib beraman. Lekin qila olmadi bittasini. Alloh subhanahu va taolo nomai amal kitobiga shu banda shu ishni qildi deb yozib qo'yiladi. Va shuni savobini banda Allohning huzuriga borganda shuni savobini berar ekan. Banda hayron bo'lar ekan. Men qilmaganman desa, sen niyat qilgan eding-ku derkan Alloh taolo. Robbimiz shunaqa mehribon zotki, bandasini qilib qo'ygan niyatini savob shu ishni qildi deb yozib qo'yar ekan.